Assalomu alaykum, xayrli kech, hurmatli bizlarni kuzatib turgan obunachilarimiz. Xudo xolasa ana shunday kitob postavkalarimiz, ya'ni kitob o'qishga o'ng'ayli, udobli bo'lish uchun, kitob o'qib charchab qolmaslik uchun kitob postavkalar yasaganmiz har xil svetlarda. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Kichkinaroq, ulug'roq har xil variantlarda bor. Sizlar ham katta etib ishlangan. O'ziga orqaga o'ynamaydi, yig'ilmaydi. Xudo xolasa kitoblarni bemalol mutolaa qilib foydalansangizlar bo'ladi. Ro'za Ramazon oylarida Xudo xolasa yaqin qarindoshlarga, do'stlarimizga tuhfa qilib bersak ham ancha savobga erishamiz. Murojaat qilaverasizlar, Xudo xolasa kimga kerak bo'lsa, kimga qiziq bo'lsa. Zakaz asosida tayyorlab beramiz.